Bugungi videoda biz YouTube'dan ketgan Reker Minecraft YouTuber haqida gaplashamiz. Qanunda biz videoni boshladik. Hozircha Reker ketganiga ham aynan ancha yil bo'lib qoldi. Ya'ni 2 yil bo'lyapti Reker ketganiga. Lekin 1 yil 10 oy bo'ldi. Ya'ni 2 oydan keyin bu ham 2 yil bo'ladi degani. Lekin aynan Reker ketganiga ham aynan anchagina bo'lib qoldi va Reker qaytishiga ham biz albatta omad tilab qolamiz. Bu eski screenshot bo'lgani uchun 438 ming obunachi turibdi, lekin asosiy kanalda hozir 440 mingdan oshiq obunachisi bor bolalar va albatta Reker ham qaytib qoladi, lekin 2026-yilda albatta qaytaman degan, ya'ni bu 2 yilda. 2 yil albatta qaytib qolaman degan, lekin hozircha qaytgani yo'q, lekin Discord serverida ham aynan 2026-yilda qaytaman degan, ya'ni timiga ham aynan 2026-yilda qaytaman degan. Shuning uchun ham biz albatta Rekerni qaytishini kutib qolamiz va Rekerga ham albatta omad tilab qolamiz. Ya'ni qaytishga albatta Reker ham qaytib qoladi bolalar, albatta qaytib qolsa kerak. Menimcha aynan shu 2026-yillarda albatta qaytib qolsa kerak deb o'ylayapman bolalar. Rostdan ham o'zi aytgani uchun ham menimcha ham shunaqa bolalar va mana bu 6 yil va 1 yil va bu albatta 2 yil degani bolalar. Hello YouTube ahli do'stlar, sizlar bilan birgalikda men Reker obunachilar videoga xush kelibsizlar. Reker doim shunaqa gapirar edi. Reker doim qaranglar. YouTube ahli deganisidan eslayapman. Rekerning obunachilar bo'lsa albatta kommentariyaga ham albatta yozib qo'yinglar bolalar. Albatta Rekerning obunachisiman, Reker ham qaytsin tezroq deb yozib qo'yishni ham esdan chiqarmanglar bolalar. Reker qaytishini xohlagan bolalar hamma kommentariyaga hamma full Reker qaytsin, Reker 2026-yilda qaytsin deb yozib qo'yishni esdan chiqarmanglar bolalar. Xullas hamma full kommentariyalarni yozib tashlanglar bolalar. Xullas bizning maqsadimiz 5000 ta obunachi. Shuning uchun ham kanalga albatta obuna bosib qo'yinglar bolalar. Xullas keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.